Ayollar hammaga energiya beradi, lekin ayollarning o'zi energiyani qayerdan oladi? Bu haqida mavzu qilganim Instagramda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozir esa aynan YouTube'da shu narsa haqida gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim. Men Yunusova Aziz Bahramna, oliy toifali endokrinologman va bugun faqatgina ayollarga bo'ladigan gormonlar emas, endi ularning ichki tuyg'ulari haqida siz bilan gaplashmoqchiman. Ayollar, bilasizlar, oilada qanaqa muhit bo'lishini istasangiz yoki oiladagi insonlarni bugungi aynan nastroyeniyingiz qanaqa bo'lishini istasangiz, bu hamma narsa ayolga bog'liq. Agarda erkak kishi ertalab ayolni urishib qo'ysa, bilavering, kech-kecha bolalaringiz ham yig'laydi. Agarda erkak kishi ertalabdan ayolni xafa qilib qo'ysa, bilavering, 2 kun davomida uyingizda faqat hamma jimjitlikda xafa bo'lib yurishadi. Chunki aynan oiladagi, uydagi energiyani ayol kishi beradi. Lekin ayol kishi ham quyosh emas, zaryadka olib turish kerak, batareya bo'lish kerak. Даже quyosh dam oladi, kechqurun oy bilan joyini o'zgartiradi. Ayollar ham zaryadka olish kerak bo'ladi, ya'ni energiya olish kerak bo'ladi. Siz uchun beriladigan energiyani ayol qayerdan oladi? Birinchi o'rinda ayol energiyani o'zidan oladi. Ya'ni ayol ibodat qilganda, ayol yolg'iz qolganda, ayol o'zi bilan o'zi suhbatlashganda, ayol sokin joyda musiqa eshitganda, ayol o'tirib o'ylarini o'ylaganda, oddiygina sochini taraganda, oddiygina farzandini chochini o'rib qo'yayotganda, cho'miltirayotganda, ana shunda energiya oladi. Yolg'iz qolgan ayol o'zini fikrlarini jamlab olib, o'zini energiya bilan ta'minlaydi. Shu paytda agarda ayolingiz bir necha kunlab o'zini energiya bilan ta'minlashni boshlagan bo'lsa, erkaklar ularga xalaqit qilmang. Chunki agarda sizni jahlingiz chiqishda boshlasa, bu energiya agressiyaga o'tib ketib qolish ehtimoli bor. Ikkinchi o'rinda ayollar energiyani turmush o'rtog'idan oladi. Turmush o'rtog'i ularga shirin gapirganda, ularga chiroyli muomala qilganda, turmush o'rtog'idan oddiygina "Qattasan, nima qilasan, bugun nima ovqat yeymiz" degan qo'ng'iroqqa eshitganda yoki "Charchadingmi, nega ko'zing xafa? Voy, bugun nimaga xursandsan, nima bo'ldi, buncha chiroyli bo'lib ketding" degan gaplarni eshitganning o'zida ayol kishi energiya oladi. Uni yashagisi keladi. Ayol kishi o'sha energiyani atrofga tarqatgisi keladi. Turmush o'rtog'i bilan oddiygina suhbat qurganning o'zida ayollar yana ham gullashni boshlaydi. Agarda kechqurun quchoqlashib yotishganda esa xuddi telefonni zaryadkaga qo'yib qo'ygandek, ertalab zaryadkaga to'la bo'lib, yana atrofga energiyasini berishni boshlaydi. Uchinchi o'rinda ayol kishi energiyani o'zini farzandlaridan oladi. Chunki ayol kishi yashayotgandan asosiy maqsad bu farzandlari. Ayol kishini yashashi uchun va orzu qilishi uchun shu farzandlari bo'lishi kerak. Farzandlarini yaxshi o'qishi, ularni nimagadir intilishi, ularni motivatsiyasi, qaysidir oddiy darsdan yaxshi baho olib kelishi, o'qituvchisi maqtagani yoki qaysidir ota-ona voy farzandingiz juda chiroyli tarbiya oldi, har kuni salom berib qo'lini ko'ksiga qo'yib o'tishi shunaqa odamni havasini keltiradi degan gapni o'zi. Qizingiz namcha chiroyli ovqat pishirdilar, shunaqa shirin ovqat qilibdilar yoki qizingiz chochi chiroyli o'sibdi degan gapni o'zi onani energiyaga to'ldiradi. Ya'ni farzandlari bilan g'ururlanish onani energiyaga to'ldiradi. Farzandlarini oddiy quchoqlashi yoki ota-onasiga "Onajon, qattasiz" deganning o'zi ayol kishini yashashga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Demak, ayollar ko'proq bolalarini quchoqlab, bolalar bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishlar kerak. Shundagina energiyaga to'lishadi. O'ylamanglar. Ona faqatgina farzandga emas, farzandlar ham onaga energiya beradi. Ko'pincha ayollar energiyani onalardan olishadi. Chunki onalar farzandlarini hech qanaqa sabablarsiz yaxshi ko'rishadi. Onalar farzandlarini, qizlarini boricha xatolar bilan qabul qilishadi va xato qilgan holatda ham "Bolam, sen haqsan. Bolam, sen to'g'ri qilyapsan. Hech narsa qilmaydi. Ozgindan keyin o'tib ketadi" deyishganligini o'zida ayollar energiyaga to'ladi. Borgan joyingda tinch o'tir. Qo'y, bir ering bitta gapiradi, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p bo'ladi degan, ojon degan yaxshi bo'ladi. Farzanding kasalmi? 2 kunda tuzalib ketadi. Qizim, sen ham kasal bo'lgansan degan gaplarni o'zi ayolga energiya beradi va onalar har bir insonni energiya to'ldiruvchi inson hisoblanishadi. Nafaqat ayollarni, erkaklar ham hayotda kattaroq unvonlarga erishishlari uchun onalarning duolari,
onalarni qo'llab-quvvatlashlari kerak bo'ladi va onalar bizlar uchun motivatsiya, energiya manbai hisoblanishadi. Onasi borlarni ilohim onaligiga sog' bo'lishsin. Va oxirgi o'rinda ayollar energiyani o'rtoqlardan olishadi. Ya'ni dugonalardan. Ular sayrga chiqishganda, birorta kafeda, qayerdadir uchrashib, muomala qilib, atrofdagi oddiy yangiliklarni eshitib, kulishib, hazillashganning o'zida atrofdagi dugonalardan energiya olishadi. Shu o'rinda Instagramda ko'pchilik yozishdi, ayollar opa-singillardan ham energiya olishadi deb. Meni opa-singillarim yo'q, shuning uchun bu mavzuda ko'p gapira olmayman. Opa-singillar ham xuddi dugonalardek, lekin qalban, yaqin, qalban bir bo'lgan insonlar hisoblanishadi va energiyani menimcha juda ham ko'p bir-biriga berishsa kerak. Ayollar energiyani shu insonlardan olar ekan, yana bir narsani unutmaylik. Ayollik gormonlari ham ayollarga energiya beradi. Demak, gormonlar ham o'z normasida bo'lish kerak. Buning uchun endokrinolog shifokoriga murojaat qilish kerak bo'ladi va sizlarga gormonal holatlar, ayollarni ruhiy va holatlari haqida ma'lumotlar qiziqtirsa, akkauntimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mavzularimiz bundan ham qiziq bo'lishiga harakat qilamiz. Hurmat bilan, Aziz Bahramna.